Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet agentligi 31-iyuldan 3-avgust kunigacha kutilayotgan 3 kunlik ob-havo prognozini e'lon qildi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 31-iyul va 1-avgust kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi 37-39 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, cho'l hududlarda va ba'zi joylarda 33-30 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 36-41 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 36-41 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi deyiladi ma'lumotda. Hurmatli kuzatuvchilar, video rolik ostiga like bosib, xabarni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.